Demak, birinchi darsimiz kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari mavzusi. Agar siz tayyor bo'lsangiz, boshladik. Demak, kimyo deganda ko'z oldingizga nima keladi? Deyarli ko'pchilik kimyo deganda birinchi o'rinda suvni nazarda tutadi, ya'ni H2O formulaga ega bo'lgan suv. Bu qiziqarli kinolarda ham aytilgan yoki kimyoga aloqasi bo'lmagan insonlar ham H2O, ya'ni suv ekanligini bilishadi. Demak, kimyo deganda biz turli xil tajribalarni tushunishimiz mumkin. Ya'ni tajriba qilinayotgan jarayon yoki turli xil yong'in, portlashlar sodir bo'layotgan kimyoviy elementlar yoki kimyoviy moddalar ta'sirida bo'lishini bilishimiz mumkin. Yoki omadsizlikka uchragan laborant, ya'ni laboratoriyada sodir bo'layotgan shu omadsizlikni biz kimyoni degani shu ko'zimizga oldimizga keltirishimiz mumkin. Yoki turli xil dorilarni kimyoviy tarkibga ega bo'lishini bilishimiz mumkin. Demak, kimyo deganda mana shu butun tabiatda ro'y beradigan mana shu moddalarni tarkibini, xossalarini va ularni bir-biriga aylanishini o'rganadigan fan hisoblanadi. Ya'ni kimyo moddani o'rganadi. Moddani tarkibi, xossalari va ularning bir-biriga o'zgarishini, ya'ni reaksiyalarini o'rganadigan tabiiy fan hisoblanadi. Demak, kimyo fanini asosiy predmeti bu modda. Demak, modda bu jismning tarkibiy qismida bo'ladi. Ya'ni jism atrofimizdagi shakl va hajmga ega bo'lgan barcha narsalar jismlar deyiladi. Jismning tarkibiy qismi modda hisoblanadi. Ya'ni ruchka, mashina, uy, stol desak, bu jism hisoblanadi. Misol uchun mana qoshiq yoki hashamatli uy yoki mana kitob. Bu jismga misol bo'ladi. Ya'ni jism shakli bormi, hajmi bormi, ko'zingizga ko'rinyaptimi? Demak, bu jism. Uni tarkibi esa modda. Misol uchun mana qalam. Bu jism. Buni vazifasi bor o'ziga yarasha. Endi ko'rib chiqargan bo'lsak, mana qalamni mana shu tepa qismida demak temir bilan o'ralgan yoki mana bu umumiy qalamni ustki qismi mana sariq yoki mana shu holat, ya'ni rangi bor ekan, mana bo'yoq ishlatilgan unga. Va o'sha qalamning ustki qismida plastik, ya'ni rezina qismi turibdi, o'chirgichi. Va qalamning o'zi tarkibiy qismi yog'och, ya'ni selluloza va uchirgi qismi, ya'ni yozadigan qismi bu grafit bo'ladi. Ya'ni bitta jismning tarkibida shuncha modda. Endi bu moddalarning tarkibida molekulalar tarkibida atomlar tashkil topgan bo'ladi. Demak, tabiatda moddalar ikki xil ko'rinishda uchraydi. Birinchisi sof moddalar, ya'ni toza moddalar, ikkinchisi aralashmalar. Demak, sof moddalarni biz oddiy moddalarga va ularni murakkab moddalarga ajratishimiz mumkin. Demak, oddiy moddalar metallar hamda metal emaslarni tashkil etadi. Bu davriy sistemadagi hamma moddalar kiradi. Murakkab moddalarga esa organik hamda anorganik moddalar. Endi organik moddalarni organik kimyo bo'limida o'rganamiz. Juda ko'p sinflari bor. Alohida bo'lim sifatida ko'ramiz. Anorganik moddalarga esa oksid, asos, kislota, tuzlar kiradi. Endi aralashmalar ikki turga bo'linadi. Birinchisi gomogen aralashmalar, ikkinchisi heterogen aralashmalarga misol bo'ladi. Endi shu yerda bir narsani aytib o'tishim kerakki, tabiatdagi deyarli barcha moddalar o'z aralashgan holatda uchraydi, sof holatda deyarli kamdan kam uchraydi. Demak, davom etamiz. Demak, sof moddalar butun hajm bo'yicha, ya'ni faqat bir xil molekuladan tashkil topgan bo'lishi kerak. Bir xil zarrachadan tashkil topgan bo'lishi kerak. Masalan, distillangan suv. Ya'ni distillangan suv degani 100% toza suv, H2O. Dengiz suvini ola olmaymiz yoki distillanmagan suvlarni ola olmaymiz, chunki uning tarkibi turli xil tuzlar bo'lishi mumkin. Shakar, ozon yoki 100% sulfat kislota. Misol uchun kislotalarni 100% deydi bo'lsak, bu sof bo'ladi. Agar misol uchun 70% nitrat yoki 98% sulfat deyilsa, bu sof modda bo'lmaydi. Kislota eritmalari ham sof modda bo'lmaydi. Misol uchun xlorid kislota eritmasa deyiladigan bo'lsa, bu sof modda bo'la olmaydi. Ya'ni xlorid kislota deganiga e'tibor qaratib qo'ymaylar. Xo'p, temir, karbonat angidrid, ammiak, oltin, metan, kalsiy xlorid kabi moddalarimiz, ya'ni sof moddaga misol qilib olishimiz mumkin. Endi aralashmalarga keladigan bo'lsak, aralashmalar birinchisi gomogen aralashmalar. Demak, gomogen aralashma nima? Ya'ni bir jinsli aralashmalar hisoblanadi.
toza moddadan oddiy ko'z bilan, hattoki mikroskop bilan ham farqlab bo'lmaydi. Ya'ni aralashib ketadi. Butun hajm bo'yicha bir xil holatda bo'ladi aralashmalar. Misol uchun stakanga biz shakar solib eritib, stakanni 10 bo'lakka bo'lib suvni ichsak ham baribir shirin ta'mga ega bo'lgan, ya'ni suvga shirinlik beradi shakar. Shuni iste'mol qilsak, hamma 10 ta bo'lakdagi idish uchun ham bir xil bo'ladi-da, misol uchun. Demak, gomogen aralashmaga misol uchun dengiz suvi. Dengiz suvi sho'r bo'ladigan bo'lsa, siz uni har qanday qismini iste'mol qilsangiz ham baribir sho'r. Yuqori qismidan ham, quyi qismidan ham, pastki qismidan ham baribir ichsangiz sho'r bo'ladi. Yoki havo. Havo misol uchun hamma shu havoni 20% kislorod, qolgan 80% ya'ni yaxlitlangani azot qismidan nafas oladi. Deyarli hamma joyda bir xil. Shisha, vodoprovod suvi, aroq, yog'lar, moylar, benzin, vazelin va turli xil yana boshqa moddalarimiz ham gomogen modda bo'ladi deyishimiz mumkin. Demak, gomogen aralashmalar kimyoviy usul yordamida bir-biridan ajratiladi. Unga misol uchun distillash bilan bug'latishni misol qilishimiz mumkin. Endi heterogen aralashmalar bir jinsli bo'lmagan aralashma moddalar hisoblanadi. Ko'z bilan ham farqlash mumkin bunday aralashmalarni. Ularga misol uchun mana neft, tuproq, mana ko'z bilan ko'rinadi, un, bromli suv, ohakli suv, jez, ya'ni qotishmalar, latun, po'lat, choyan, bo'yoqlar, turli xil dorilar, soklar misol qilib bo'lishimiz mumkin. Endi heterogen aralashmalarni ajratish nisbatan oson. Tindirish, filtrlash, dekantatsiya, ajratuvchi voronka yoki magnitlash yordamida yana turli xil usullar bor. Ajratib olishimiz mumkin. Aralashmalarni ajratish usullariga qaraydigan bo'lsak, gomogen aralashmalar bug'latish, ya'ni qayta kristallanish va distillash usulida ajratib olinadi asosan. Heterogen aralashmalarga keladigan bo'lsak, tindirish, ya'ni dekantatsiya, ajratuvchi voronka, filtrlash, magnitlash kabi usullarda ajratib olishimiz mumkin. Demak, bug'latish usuli yoki qayta kristallanish. Suvda eruvchan turli xildagi tuzlarni suvdan ajratib olish uchun bug'latish usulidan foydalanadi. Misol uchun osh tuzini suvdagi eritmasiz bug'latish yo'li bilan ajratib olinadi. Ya'ni jarayonni ko'rib chiqamiz. Mana idishga osh tuzini soldik, suv soldik, osh tuzi eritmasi hosil bo'ldi. Ya'ni chinni kosacha. Demak, biz bunga alanga berganimizda suv bug'lanib chiqib ketdi. Demak, suvni tugaguncha bug'latadigan bo'lsak, osh tuzi idish tubida qoladi, ya'ni toza osh tuzi qoladi. Ya'ni osh tuzi eritmasdan biz osh tuzini ajratib olgan bo'lamiz-da. Chunki suv qaynash harorati past, osh tuziniki deyarli 800 gradus, u 700 gradus, 750 gradusga borganda suv qolmaydi o'zi. Bug'lanib chiqib ketib bo'lgan bo'ladi. Osh tuzi eritmada qoladi. Demak, bu bug'latish usuli. Mana ikkinchi rasmda ham xuddi shu tasvirlangan. Distillash bunday suyuqliklar iborat gomogen, e'tibor qaratamiz joyga, gomogen aralashmani tashkil etuvchi suyuq moddalar qaynash harorati turlicha bo'ladi. Ya'ni distillashda turli xil suyuq moddalardan ajratib olishimiz mumkin. Agar ikki suyuqlik aralashmasi ohistalik bilan qizdirilsa, avval qaynash harorati past bo'lgan suyuqlik uchib chiqadi. Uchib chiqayotgan suyuqlikning bug'larini sovutish yordamida qayta suyuqlikka olinadi. Mana misol uchun bug'lanayotgan holat, ya'ni ko'ramiz, etil spirti bilan suv aralashayotibdi. Biz buni qizdirsak, etil spirti 78 gradusda mana qaynaydigan bo'lsa, qaynab uchib chiqyapti. Uchib chiqqanda uni alohida idishga olinyapti, ya'ni idish, idish, konusmoy idish. Bunda yana kondensatlanish jarayoni sodir bo'ladi, soviydi. Soviganda mana oxirida e'tibor qarasangiz, distillyat hosil bo'lyapti, ya'ni distillangan holati o'tyapti. Mana shuni olishimiz mumkin. Ya'ni ikkinchi rasmda mana shundan tasvirlangan rasmi kelyapti. Tindirish yoki dekantatsiya usuli. Heterogen aralashmalar barqaror sistema emas. Bunday eritmalar vaqt o'tishi bilan tarkibidagi moddalarning zichligiga ko'ra cho'kib qolishi mumkin yoki suyuqlik sirtga qarib chiqishi mumkin. Demak, bu dekantatsiyani ko'rishadigan bo'lsak, e'tibor qaratamiz. Mana loyqa suv, ya'ni tuproq bilan suv aralashtirsak, ma'lum vaqtdan so'ng tuproq cho'kib qoladi. Tepa qismida tiniq suv qoladi. Shu suvni naycha orqali boshqa idishga ajratib olsak, demak, tuproq bilan suv alohida bo'ladi. Mana keyingi rasmda ko'rishingiz mumkin. Endi buni ko'radigan bo'lsak, misol uchun ikkinchi holatda tindirish jarayonida idish tubida cho'kkan tuproq zarrachani ko'rib turibsiz. Endi shisha tayoqchaga shu suvni qismini ohistalik bilan quysak, toza suv pastga tushadi. Idish tubida shu tuproq cho'kindisi qoladi. Demak, davom etamiz. Ajratuvchi voronka. Endi ajratuvchi voronka bu bir-birida erimaydigan zichligi har xil bo'lgan suyuqliklarni ajratib olishimiz mumkin. Bunga e'tibor qaratib, moy bilan suv, misol uchun
moylarning zichligi past bo'lguncha suvni betiga chiqib qoladi. Mana varonkaga qo'yib, mana bo'shatadigan qismini bo'shatsak, pastga suv tomchilab tushishni boshlaydi va suv tugani yana bekitib qo'yamiz. Natijada moy bilan suv alohida idishga o'tib ajratib olinadi. Mana ikkinchi rasmda ham xuddi shu tasvirlangan. Davom etamiz. Filtrlash. Tinish qiyin yoki uzoq vaqtga davom etadigan yetilgan aralashmani filtrlash yo'li bilan ajratib olinadi. Bu jarayon ozgina murakkabroq. Chunki filtr qog'ozi olamiz. Filtr qog'ozi olib, uni tayyorlaymiz. Ya'ni filtr qog'ozni varonkaga o'rnatishdan shu 0.5 sm pastda bo'lishi kerak. Va uni tutamiz. Ya'ni laboratoriya shtativida turganini tutdik. Demak, bizda varonka bor, filtr bor, qog'oz bor endi. Ya'ni suyuqlik va qattiqlik aralashgan moddalarni qo'yadigan bo'lsak, uni shisha tayoqcha yordamida quydik. Endi quyganimizdan keyin mana bu filtr qog'oz tutib qoladi-da. Toza holat, ya'ni filtrat, filtrdan o'tgan tiniq eritma, ya'ni suyuqlik hisoblanadi. O'tkazib yuboradi. Endi mana ko'radigan bo'lsangiz, suv va tuproq aralashmasi, tuproq qoldiqlari qolib ketadi filtr qog'ozda. Demak, varonka orqali, ya'ni konusman kolbaga suv tomchilari sizib chiqadi, ya'ni filtrat, ya'ni tiniq eritma. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Filtrlash. Demak, fizik va kimyoviy hodisalarni boshlaymiz. O'zi hodisa deganda nimani tushunasiz? Hodisa bu tabiatda ro'y beradigan barcha o'zgarishlar hodisa deyiladi. Ikki turli bo'ladi hodisalar. Fizik hodisalar hamda kimyoviy hodisalar. Endi fizik hodisalar haqida gaplashadigan bo'lsak, deyarli moddaning tarkibi o'zgarmaydi, bir turdan ikkinchi turga, ya'ni shakl jihatdan, hajm jihatdan o'zgaradi, xolos. Tarkib jihatdan o'zgarmaydi. Ya'ni rangi, misol uchun tarkibi o'zgarmaydi-da, asosan shakli va holati, agregat holati o'zgaradi. Lekin molekulalar saqlanib qoladi. Misol uchun suvni muzlatsak yoki qaynatib olsak, uni ma'lum vaqtdan keyin, misol uchun muzni eritsak yana suv yoki bug'ni kondensatlasak yana suyuq holatga o'tib, H2O holati turaveradi. Ya'ni bir element atom boshqa element atomiga aylanib qolmaydi. Misol uchun yadro reaksiyalarini ham shunga olishimiz mumkin. Bu qo'shtirnoq ichida aytilyapti. Chunki test savollarda yadro reaksiyani fizika olingan. Bunga asosli yana sabablari bor. Yadro reaksiyani fizik va kimyoviyga ham olmasligimiz mumkin. Buni keyingi darslarda batafsil gaplashamiz. Misol uchun qirovni hosil bo'lishi yoki temirning suyuqlanishi kabilar. Endi rasmga e'tibor qaratadigan bo'lsak, misol uchun shamning yonishi, ya'ni parafin yonganda chiqayotgan alanga issiqlik chiqaryapti o'zidan. Ya'ni issiqlik chiqargani plikni yondiryapti, yorug'lik chiqaryapti, issiqlik chiqaryapti. Jarayon bu kimyoviy hodisa hisoblanadi. Lekin pastda eriyotgan qismi, parafin eriyotgan qismi bu fizik hodisa hisoblanadi. Chunki shu qattiq holatdan issiqlik natijasida sekin eriyapti, xolos, tarkibi o'zgarib qolmaydi. Endi agregat holatlarning o'zgarish fizik hodisalar deb aytdik. Asosan tabiatda uchraydigan agregat holat 3 xil. Suyuq, gaz, qattiq bo'ladi. E'tibor qaratamiz. Misol uchun suyuq holatdan gaz holatga, gazdan qattiqqa hammasining o'zgarishi fizik hodisa hisoblanadi. Misol uchun birinchi sublimatlanish ko'radigan bo'lsak, qattiq holatdan to'g'ridan-to'g'ri gaz holatiga o'tib ketadi. Bug'latish bo'ladigan bo'lsa, suvdan gaz holatiga o'tib ketadi, ya'ni suyuq holatdan. Suyuqlanish yoki erish bo'ladigan bo'lsa, demak qattiq holatdan suyuq holatga o'tish kerak, ya'ni erish kerak. Endi erishi qo'shtirnoq ichida aytamiz, chunki erish ham ikki xil bo'ladi, fizik va kimyoviy. Agar erish natijasida reaksiya sodir bo'lsa, issiqlik, yorug'lik chiqadigan bo'lsa yoki yangi modda hosil bo'ladigan bo'lsa, bu kimyoviy bo'ladi. Shunchaki eriydigan bo'lsa, bu fizik hodisa hisoblanadi. Misol uchun kondensatlanish, gaz holatdan suyuq holatga o'tish. Kristallanish, qotish, muzlash bo'ladigan bo'lsa, suyuq holatdan qattiq holatga o'tish bo'ladi. Depozitsiya yoki desublimatlanish bo'ladigan bo'lsa, gaz holatdan qattiq holatga o'tish nazarda tutiladi. Xo'p, endi kimyoviy hodisaga to'xtalamiz. Kimyoviy hodisa nima o'zi? Kimyoviy hodisa bu moddalarning tarkibi o'zgarishi bilan boradigan har qanday hodisa. Moddaning tarkibi o'zgarsa bo'ldi bunda. Demak, kimyoviy hodisalarga moddalar boshqa moddaga aylanib qolishi kerak. Ya'ni nomi, formulasi o'zgarishi kerak deb olishimiz mumkin. Masalan, qog'ozning yonishi. Qog'oz yonganda undan kul hosil bo'ladi-da, kul. Rangi o'zgaradi, qorayadi. Qog'oz umuman boshqa vazifani bajarardi, endi kulli vazifasi boshqa. Yoki temir zanglashi,
sutning achishi, misol uchun sut achiganda undan biz foydalana olmaymiz, achimasdan oldin sutdan foydalanamiz yoki shamni yonishi, misimni qizdirganda qorayishi, ya'ni havo kislorod oksidlanib mis moddasi qora rangli miski oksidiga aylanib qoladi. Mana shularni misol uchun biz kimyoviy hodisada bo'lishimiz mumkin. Endi kimyoviy reaksiyaning alomatlari bor. Ya'ni qaysi nimani ko'rib, ya'ni hodisani, nimadir bo'layotgan jarayonni ko'rib, siz qaysi hodisaga kirishingiz mumkin. Misol uchun suvni muzlaganini ko'rib siz muz holatiga o'tganini ko'rib fizik deya olasizda. Qaynayotgan suvni ko'rib, uni ham fizik deya olasiz. Lekin kimyoviy hodisada qanaqangi belgilari bor? Misol uchun birinchisi issiqlik ajralishi. Issiqlik ajralishi bu yonish, chirish nazarda tutiladi. Issiqlik ajralsa bo'ldi, demak bu kimyoviy hodisa ekan. Ikkinchisi yorug'lik ajralishi, ya'ni yonish reaksiyalarini olishimiz mumkin. Uchinchisi rang o'zgarishi, zanglash misol uchun yoki moddani biror bir moddani ta'sir ettirib rangini o'zgartirish. To'rtinchisi ta'm o'zgarishi, ya'ni ovqat pishish jarayoni, misol uchun ta'm o'zgarganda ham kimyoviy jarayon sodir bo'ladi. Beshinchisi gaz ajralishi, misol uchun xamirning yetilishi deb nazarda tutishimiz mumkin. Oltinchisi cho'kma hosil bo'lishi, ya'ni sutning kesilishi deb nazarda tutishimiz mumkin. Issiqlikni yutish mumkin, issiqlikni ajratish mumkin va hokazo. Ya'ni misol uchun achish, chirish, yonish, oksidlanish, zanglash, pishish, mana uzum sharbatining bijig'ishi, mana bijig'ish, gaz ajralish, cho'kma tushishi, issiqlik yoki yutilishi, ohakning so'ndirilishi, yana misol uchun moddalarning xlorlanishi, bromlanishi yoki asosiy kislota ta'sir ettirish kabi jarayonlarning hammasi bu kimyoviy hodisa hisoblanar ekan. Bunda tarkib mutlaqo o'zgarib ketar ekan. Endi kimyoviy reaksiyaning borish shartlari qanaqa? Nima shartlarni bajarsak kimyoviy reaksiya boradi? Birinchisi, moddani bir-biriga tekkizib turish kerak. Ya'ni ikkita moddani olib kelib uni yonma-yon qo'yib qo'ygan bilan foydasi yo'q. Uni bir-biriga tekkizsak, u moddalar reaksiyaga kirishadi. Keyin kimyoviy hodisa bo'ladi. Unga energiya berish kerak. Ya'ni energiya berish degani yorug'lik berish mumkin yoki issiqlik berish mumkin yoki mexanik energiya berish mumkin, turli xil. Misol uchun qaysidir reaksiya misga kislorod qo'shadigan bo'lsak, reaksiya juda sekin boradi. Bir necha yil vaqt ketishi mumkin bunga. Lekin misni ozgina qizdirsak, ya'ni issiqlik bersak, reaksiya tez sodir bo'ladi. Yoki yorug'likda reaksiya kirishadigan moddalar bor, yaxshi reaksiya qorong'uda kirishmasdan. Turli xil reaksiyalarimiz bor. Kimyoda juda ko'p reaksiyalar bor. Ya'ni shu reaksiyalarni amalga oshirish uchun mana shu shartni bajarishimiz kerak ekan kimyoviy hodisa bo'lish uchun. Keyingisi boshqa modda ishtiroki kerak, ya'ni katalizator. Ya'ni ikkita moddani olib keldik, ikkita moddani bir-biriga tekkizib qo'ydik, unga energiya berdik. O'shani ham reaksiyaga kirishmaydigan bo'lsa, demak unga biz katalizator qo'shishimiz kerak. Katalizator moddani o'sha reaksiyaga kirishishini tezlashtirib beradi, lekin o'zi saqlanib qoladi. Misol uchun vodorod peroksididan misol uchun suyuq modda, undan biz kislorod olmoqchi bo'lsak, parchalamoqchi bo'lsak, uni idish devoriga kaliper o'sha marganiz 4 oksidini ohistalik bilan sekin-sekin uni qo'shib borsak, natijada oxirida baribir o'sha qora kukun qolib ketadi. Bu degani o'sha kimyoviy jarayon sodir bo'ldi, o'zi sarflanmay qoldi degan. Davom etamiz. Eritmada bo'lish kerak. Demak, eritmada bo'lish kerak, ya'ni erituvchi va erigan qism, ya'ni suv ishtirokida bo'ladigan reaksiyalar odatda shu tezroq boradi, ya'ni shu shartlarni bajarib qo'yadi, kimyoviy reaksiya bo'lish shartlarini. Va temperaturani oshirish kerak. Ya'ni temperaturani ko'tarish odatda reaksiyani tezlashishiga olib keladi. Ayrim juda ko'p reaksiyalarni tezlashishiga olib keladi. Shuning uchun temperatura ta'sir ettirishimiz kerak. Yana turli xil asosiy omillari shu, ya'ni kimyoviy reaksiya sodir bo'lishining asosiy omillari shu, mana shular hisoblanadi. Shularni bajarsak, kimyoviy reaksiya boshlanishini ko'rishimiz mumkin. Nima orqali ko'ramizsak, avval, ya'ni bundan oldin aytib o'tgan belgilar orqali shu kimyoviy reaksiya bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, alyuminiy bilan yod aralashmasini suv tomchisi ishtirokida shiddat bilan reaksiyaga kirishadi. Agar suv tomchisi bo'lmasa, sekinroq reaksiyaga kirishadi. Reaksiya tugagach bir tomchi suv ortib qoladi. E'tibor qarating, ortib qoladi. Demak, reaksiya tezligiga ta'sir ko'rsatib, o'zi sarflanmay qoladigan moddalar katalizatorlar deyiladi. Ya'ni yuqoridagi reaksiya suv katalizatorligini bildiradi. Ya'ni alyuminiy bilan yod deyarli reaksiyaga sekin kirishib turgan joyda unga biz suv tomchilatib yuborsak, tezgina reaksiyaga kirishib ketib qoladi. Demak, mana shu narsalar hammasi kimyoviy hodisa edi. Menimcha, demak, birinchi darsimizga oid, ya'ni modda va jism, moddalarni ajratish usullari, tozalash usullari, hodisalarni tushundingiz degan umiddaman. Bularning barchasini yozib, mustahkamlab yana bir martadan o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Omadbek Qahramonov bo'ldi.